Orzularingizni, niyatlaringizni, maqsadlaringizni tezroq va go'zal tarzda amalga oshishini xohlasangiz, buning uchun shukronalik va orzu daftar tutishingizni juda ham ko'p ustozlar aytgan. Mendan so'rashadi, aytishadiki, Manzura opa nima deb yozay? Shukrona deb yozaylikmi, orzu deb yozaylikmi, maqsad deb yozay? Men aytamanki, sizga qaysi ma'qul? Sizga plan deb yozsa yoqadimi yoki orzu deb yozsa yoqadimi, maqsad deb yozsa sizning qalbingizga, yuragingizga yaqin bo'ladimi? 3 ta barmoq. Bittasi miyamiz bilan ulangan, bittasi qalbimiz, yuragimiz bilan ulangan va bittasi ilohiyot bilan ulangan deydilar ustozim. 3 ta barmog'imiz qalamni tutgan paytida ushalmaydigan deb o'ylagan orzularingiz ham ushalar ekan. Chunki bizga o'sha muqaddas kitobimiz tushgan payti eng muqaddas suralardan Qalam surasi keladi. Shuning uchun ham aytiladi, yozing. Yozishda gap ko'p. Orzu bo'lsin, niyat bo'lsin, shukrona bo'lsin, maqsad bo'lsin, yozing. Yozgan paytida butun vujudingiz bilan his qilib yoz. Yaratganga ishonib yozing. Shu orzularingizni amalga oshirilishi yaratgan tomonidan juda ham oson ekanligini o'ylab yozing. O'shanda sizni orzu va maqsadlaringiz zudlik bilan amalga oshadi.